Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarni, ijtimoiy yordam olayotgan oilalarni, nogironligi bo'lgan fuqarolarni, yolg'iz keksalarni mahalla va tegishli tashkilotlar vakillari xonadon yurib tekshirayotgani haqida gaplashamiz. Ko'pchilik xavotirda. Uyimga kelsa nima deyishim kerak? Pensiyamni yoki nafaqamni kesib qo'yishadimi? Farzandim nomida mashina bo'lsa, yordamdan ayrilamanmi? Uyda televizor, konditsioner, telefon bo'lsa, bu boylik deb hisoblanadimi? degan savollar juda ko'p. Bu ma'lumot har bir pensioner, har bir ijtimoiy yordam oluvchi oila, har bir keksa ota-ona uchun juda muhim. Chunki noto'g'ri javob, hujjat yetishmasligi yoki yashirilgan ma'lumot keyinchalik yordam to'xtatilishiga, ortiqcha olingan pulni qaytarish talab qilinishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirdanoq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Oldin ko'p hollarda ijtimoiy yordam, ta'minlanganlik nafaqasi, bolalar puli, moddiy yordam yoki ayrim turdagi qo'llab-quvvatlashlar asosan ariza va hujjatlar asosida ko'rib chiqilardi. Ya'ni fuqaro mahallaga yoki tegishli organlarga murojaat qilardi. Oilaning tarkibi, daromadi, yashash sharoiti haqida ma'lumot berardi. Keyin qaror chiqarilardi. Albatta oldin ham tekshiruv bo'lgan, lekin ko'p joylarda bu tekshiruv muntazam va chuqur bo'lmagan. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat ijtimoiy yordamlar haqiqatan ham ehtiyojmand oilalarga yetib borishni xohlayapti. Shu sababli joylarda xonadon o'rganish kuchaygan. Mahalla xodimlari, ijtimoiy xodimlar ayrim holatlarda pensiya jamg'armasi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik tizimi vakillari, hokim yordamchilari yoki boshqa mas'ullar kelib pensionerning holatini, oilada kimlar yashayotganini, daromad manbalarini, farzandlari yordam beryaptimi yo'qmi, uy-joy sharoiti qandayligini o'rganishi mumkin. Bu tekshiruvning maqsadi hammani jazolash emas. Asosiy maqsad ikki xil. Birinchisi, haqiqatdan ham yordamga muhtoj odamlarni aniqlash va ularga yordamni davom ettirish yoki qo'shimcha yordam berish. Ikkinchisi, ehtiyoji bo'lmasa ham yordam olayotgan, daromadini yashirayotgan yoki noto'g'ri ma'lumot bergan holatlarni aniqlash. Lekin odamlar orasida tushunmovchilik ko'p. Ba'zilar uyga tekshiruvchi kelsa, tamom nafaqani kesadi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Tekshiruv kelgani yordam albatta to'xtaydi degani emas. Aksincha, agar sizning holatingiz haqiqatan ham og'ir bo'lsa, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, daromadingiz yashirilmagan bo'lsa, tekshiruv sizning foydangizga ishlashi ham mumkin. Masalan, yolg'iz yashayotgan pensionerning dori-darmonga xarajati ko'p bo'lsa, farzandlari yordam bermasa, uyning ta'miri yomon bo'lsa, ijtimoiy xodim buni ko'rib, boshqa turdagi yordamlarni ham tavsiya qilishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiyangiz yagona asosiy daromadingiz bo'lsa, oilangizda qo'shimcha katta daromad bo'lmasa, farzandlaringiz alohida yashasa va sizga muntazam katta pul o'tkazib turmasa, siz yashayotgan uy oddiy uy bo'lsa, siz hech narsani yashirmagan bo'lsangiz, ortiqcha qo'rqishga asos yo'q. Tekshiruvchilarga xotirjam javob berasiz, hujjatlaringizni ko'rsatasiz, holatingizni tushuntirasiz. Masalan, 72 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1.200.000 so'm. Har oy doriga 220.000 so'm. Kommunal to'lovlarga 2.500.000 so'm oziq-ovqatga qolganini sarflaydi. O'g'li Rossiyada, lekin o'zi ham qiynaladi. Oyga pul yubormaydi. Qizi boshqa tumanda, o'zining 3 farzandi bor. Bunday holatda onaxonning uyida eski muzlatgich, televizor yoki oddiy telefon borligi uni bo'y qilib qo'ymaydi. Tekshiruvchilar uchun asosiy savol: real daromad qancha? Xarajat qancha? Yordamga ehtiyoj bormi? Agar hammasi rost aytilsa, xavotirlanishga hojat yo'q. Endi kimlar ehtiyot bo'lish kerak? Birinchidan, oilada rasmiy yoki norasmiy daromad bo'lib, uni arizada ko'rsatmaganlar. Masalan, pensioner nomiga ijtimoiy yordam rasmiylashtirilgan, lekin u bilan bir uyda yashayotgan o'g'li doimiy ravishda qurilishda ishlab oyiga 4-5 million so'm topadi. Bu daromad rasmiy bo'lmasa ham tekshiruv paytida o'rganilishi mumkin. Mahallada hamma narsani biladi. Kim qayerda ishlaydi, kim taksichilik qiladi, kim do'kon yuritadi, kim ijaradan daromad oladi. Agar oilaning haqiqiy daromadi yashirilgan bo'lsa, yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchidan, bir uyda yashovchilar soni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, muammo chiqadi.
Masalan, arizada men yolg'iz yashayman deb yozilgan, lekin amalda kelin, o'g'il va 2 nabira shu uyda yashaydi. Yoki aksincha. Arizada ko'p kishi ko'rsatilgan, lekin ularning ayrimlari chet elda yoki boshqa joyda doimiy yashaydi. Bu ham tekshiruvda aniqlanadi. Chunki yordam hisoblashda oiladagi odamlar soni va jami daromad muhim. Uchinchidan, katta mulk va qimmat aktivlar masalasi bor. Odamlar ko'p so'raydi. Agar uyim bo'lsa yordam kesiladimi? Oddiy yashab turgan uy-joyning o'zi ko'p hollarda yordamni avtomatik bekor qiladigan sabab emas. Chunki har bir odamning yashash joyi bo'lishi tabiiy. Lekin bir nechta uy, ijaraga berilgan kvartira, yangi qimmat avtomobil, katta yer maydoni, tadbirkorlik faoliyati, bankdagi yirik mablag'lar, holatlar oilaning moddiy ahvoli yaxshi ekanini ko'rsatishi mumkin. Bu esa ijtimoiy yordamga ta'sir qiladi. Masalan, pensioner ota 1.500.000 so'm pensiya oladi va moddiy yordam ham oladi. Lekin uning nomida ikkita kvartira bor. Bittasida o'zi yashaydi. Ikkinchisini oyiga 2 million so'mga ijaraga bergan. Agar bu ijara daromadi ko'rsatilmagan bo'lsa, tekshiruvda aniqlansa, yordam to'xtatilishi mumkin. Chunki davlat yordami real ehtiyojga qarab beriladi. Yana bir misol, onaxonning nomida hech qanday mulk yo'q, lekin u o'g'lining uyida yashaydi. O'g'li chet eldan oyiga $500 yuboradi. Bu pul onaxonning kartasiga tushadi. Agar u mening hech qanday daromadim yo'q, faqat pensiyam bor desa, bank aylanishlari tekshirilganda savol tug'iladi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l pul nima uchun kelayotganini tushuntirish. Masalan, bu pul o'g'lining o'z farzandlari xarajati uchunmi? Qarz qaytarishmi? Onaning davolanishi uchunmi? Muntazam yordammi? Buni aniqlashtirish kerak. Men oddiy qilib tushuntiraman. Xonadonga kelganda odatda bir nechta narsaga e'tibor qilinadi. Birinchisi, uyda kimlar yashayapti? Pasport yoki ID karta bo'yicha ro'yxatda kimlar bor? Amalda kimlar yashaydi? Kim vaqtincha ketgan? Kim doimiy boshqa joyda, shular so'raladi. Ikkinchisi, daromad manbalari. Pensiya, nafaqa, ish haqi, aliment, ijara puli, chet eldan keladigan pul, dehqonchilik yoki chorvachilikdan tushadigan daromad, kichik savdo, taksichilik, tikuvchilik, ustachilik, bularning hammasi daromad sifatida ko'rilishi mumkin. Ba'zilar men rasmiy ishlamayman, demak daromadim yo'q deb o'ylaydi. Yo'q, rasmiy ishlamaslik daromad yo'q degani emas. Agar odam har kuni mardikor bozorga chiqib, kuniga 1.000 so'm topsa, bu ham oilaning real ahvolini ko'rsatadi. Uchinchisi, xarajatlar, dori-darmon, davolanish, nogironlik vositalari, kommunal to'lovlar, qarzlar, bola o'qishi, ijara to'lovi, bularni aytish kerak. Chunki ba'zida daromad bor, lekin majburiy xarajat juda katta. Masalan, pensioner oyiga 1.800.000 so'm oladi, lekin yurak dorilariga 700.000 so'm ketadi. Har oy shifokor nazorati bor. Qo'shimcha parvarish kerak. Bunday holatni hujjat bilan ko'rsatsa, uning ehtiyoji boshqacha baholanadi. To'rtinchisi, uy-joy sharoiti. Uy ta'mirtalabmi, isitish tizimi bormi, suv, gaz, elektr bilan ta'minlanganmi? Keksaning harakatlanishi qiyinmi, yolg'iz yashaydimi, parvarishga muhtojmi? Bular ham muhim. Chunki ijtimoiy himoya faqat pul berish emas, ba'zida uyda parvarish xizmati, reabilitatsiya vositasi, oziq-ovqat yordami, tibbiy ko'mak kabi masalalar ham ko'rib chiqiladi. Eng katta xavf yolg'on ma'lumot berish. Men ko'p ko'rganman, odamlar yordamni yo'qotib qo'ymaslik uchun ayrim ma'lumotlarni yashiradi. Lekin bugun ma'lumotlar bazalari bir-biriga ulanib boryapti. Bank kartasiga tushumlar, ko'chmas mulk, avtomobil, ish joyi, soliq ma'lumotlari ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik. Ayrim hollarda kommunal ma'lumotlar ham tekshirilishi mumkin. Shuning uchun aytmasam bilmaydi degan davr kamayib boryapti. Masalan, oilada kelin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan. Daromadi doimiy bo'lmasa ham faoliyat bor. Arizada esa oilada hech kim ishlamaydi deb yozilgan. Tekshiruvda bu chiqsa, mas'ullar nega ko'rsatilmadi deb so'raydi. Balki daromad juda kamdir, balki faoliyat to'xtagandir. Lekin buni yashirish emas, tushuntirish kerak. Faoliyat bor, lekin oxirgi oyda tushum bo'lmagan. Ijara qarzi bor, savdo yurishmayapti. Hujjat bilan asoslash kerak. Yana bir xavf, qarindoshlarning mulki sizga tatasi qilishi masalasi. Bu yerda nozik jihat bor. Agar farzandingiz alohida yashasa, o'z oilasi bo'lsa, uning mashinasi yoki uyi sizning yordam olish huquqingizni avtomatik bekor qiladi deb aytish noto'g'ri. Lekin agar farzand siz bilan bir xo'jalikda yashasa, bir qozondan ovqatlansa, daromadi oilaviy byudjetga kirsa, unda uning daromadi ham hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun o'g'limning mashinasi bor.
Endi onamning nafaqasini kesadimi degan savolga javob. O'g'il qayerda yashaydi, daromadi onaga bog'liqmi? Bitta oilaviy xo'jalikmi? Shunga qaraladi. Birinchi nozik jihat. Pensionerning pensiyasi bilan ijtimoiy yordamni aralashtirib yubormang. Yoshga doir pensiya yoki mehnat pensiyasi qonuniy huquq asosida tayinlangan bo'lsa, oddiy xonadon o'rganish sababli uni birdan kesib tashlashmaydi. Pensiya boshqa narsa, kam ta'minlanganlik yoki moddiy yordam boshqa narsa. Tekshiruv ko'proq ehtiyojga bog'liq to'lovlar, nafaqalar, yordamlar bo'yicha ahamiyatli. Albatta, pensiya hujjatlarida firibgarlik, noto'g'ri staj, soxta hujjat kabi alohida holatlar bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin oddiy pensioner uyimga kelishdi, endi pensiyamni olib qo'yadi deb vahimaga tushmasin. Ikkinchi nozik jihat. Uyda maishiy texnika borligi har doim boylik belgisi emas. Bugun ko'p uyda televizor, telefon, muzlatgich, kir yuvish mashinasi bor. Bularning ayrimlari farzandlar tomonidan sovg'a qilingan, ayrimlari kreditga olingan, ayrimlari eski bo'lishi mumkin. Tekshiruvchilar buni ko'rishi mumkin. Lekin siz ham tushuntiring. Masalan, bu kir mashinani qizim 5 yil oldin olib bergan, chunki qo'lim og'riydi. Bu konditsioner eski. Yozda qon bosimi ko'tarilgani uchun ishlataman deb aytishdan uyalmang. Uchinchi nozik jihat. Bank kartasiga tushgan har bir pul daromad degani emas, lekin tushuntirish kerak. Masalan, qo'shni sizdan qarz olgan pulni qaytardi. Farzandingiz siz orqali shifokorga to'lov qildi. Qarindoshingiz karta ishlata olmagani uchun vaqtincha pul o'tkazdi. Bularni izohlab bera olishingiz kerak. Agar har oy bir xil miqdorda pul tushsa, masalan, oyga 2 million so'm, bu muntazam yordam yoki daromad sifatida ko'rilishi mumkin. Shunda bu nimaning puli degan savolga aniq javob bo'lsin. To'rtinchi nozik jihat, ro'yxatda turish bilan amalda yashash farq qiladi. Ba'zi farzandlar ota-onasining uyida propiskada turadi, lekin o'zi boshqa shaharda ijarada yashaydi. Agar tekshiruvda bu odam siz bilan yashaydimi deb so'ralsa, rostini ayting. Kerak bo'lsa, uning ijara shartnomasi, ish joyi ma'lumotnomasi, boshqa joyda yashashini tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsating. Aks holda ro'yxatda borligi uchun uning daromadi ham oilaga qo'shib hisoblanishi mumkin. 5-nozik jihat. Parvarishga muhtojlikni albatta ko'rsating. Ko'p keksalar men hech kimga yuk bo'lmayman deb dardini yashiradi. Lekin ijtimoiy yordam tizimida sizning sog'lig'ingiz, yurish-turishingiz, yolg'izligingiz muhim. Agar sizga har kuni ovqat qilish, dori ichishni nazorat qilish, poliklinikaga borish, uy tozalashda yordam kerak bo'lsa, buni ayting. Bu sizni kamsitmaydi, aksincha sizga to'g'ri yordam ko'rsatishga asos bo'ladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Tekshiruv kelishidan oldin va kelganda nima qilish kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya haqidagi ma'lumot. Nogironlik bo'lsa, tamaki yoki tegishli tibbiy xulosa, dori-darmon xarajatlari bo'yicha retseptlar va cheklarni alohida papkaga solib qo'ying. Agar siz moddiy yordam, bolalar puli yoki boshqa nafaqa olayotgan bo'lsangiz, ariza topshirgan hujjatlaringiz nusxasi ham bo'lsa yaxshi. Ikkinchi qadam, oiladagi odamlar haqida aniq ma'lumot tayyorlang. Kim siz bilan yashaydi, kim vaqtincha ketgan, kim alohida yashaydi, kim ishlaydi, kim ishsiz, kim o'qiydi, bularni oldindan yozib qo'ying. Keksalar ba'zan hayajonda adashib ketadi. Masalan, nabra ro'yxatda bor, lekin Toshkentda o'qiydi. O'g'il chet elda, lekin 6 oydan beri pul yubormaydi. Qiz boshqa tumanda turmushga chiqqan. Shularni aniq ayting. Uchinchi qadam, daromad va xarajatlaringizni oddiy ro'yxat qiling. Masalan, pensiya 1 million 400 ming so'm, kommunal to'lov o'rtacha 2,7 ming, dori 400 ming. Oziq-ovqat 700 ming. Qarindoshlar yordami doimiy emas, ba'zan 100-200 ming so'm. Bunday ro'yxat tekshiruvchiga ham, sizga ham vaziyatni tushunishga yordam beradi. Agar dori xarajati katta bo'lsa, cheklarni saqlang. Chek bo'lmasa ham shifokor retsepti va dorilar ro'yxatini ko'rsating. To'rtinchi qadam, hech narsani yashirmang, lekin ortiqcha vahima bilan noto'g'ri gap ham aytmang. Tekshiruvchilar savol bersa, xotirjam javob bering. Bu mashina kimniki desa, o'g'limniki, u alohida yashaydi. Ba'zan kelib ketadi. Yoki bu mashina nabiramniki, men undan foydalanmayman deb aniq ayting. Agar mashina sizning nomingizda bo'lsa-yu, amalda boshqa odam ishlatsa, bu alohida masala. Bunday holatda mulk huquqi sizda bo'lgani uchun savollar bo'ladi. Oldindan hujjatlarni tartibga solgan ma'qul. 5-qadam. Tekshiruv natijasi bo'yicha hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar xonadon o'rganish dalolatnomasi tuzilsa, unda yozilgan ma'lumotlarni
o'g'ing yoki o'qib berishlarini so'rang. Agar oila a'zolari daromadga ega deb yozilgan bo'lsa, qaysi daromad, qancha, kimniki aniqlashtiring. Agar noto'g'ri ma'lumot yozilgan bo'lsa, darhol ayting. Bu joyni to'g'rilang, men bunday demadim deb talab qiling. Imzo qo'yishdan oldin hammasi to'g'ri ekaniga ishonch hosil qiling. 6-qadam. Agar yordam to'xtatilsa yoki rad javobi kelsa, sababini yozma ravishda oling. Og'zaki sizga bo'lmaydi degan gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi asos bilan rad qilindi? Qaysi daromad hisobga olindi? Qaysi hujjat yetishmadi? Buni bilish kerak. Keyin shu asosda e'tiroz berish mumkin. Mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga, pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tashkilotga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday yozish mumkin. Menga tayinlangan yordam to'xtatilgani sabablarini yozma ravishda tushuntirib berishingizni, oilamning real moddiy ahvolini qayta o'rganishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlarni ilova qiling. 7-qadam, agar ro'yxatda turgan, lekin amalda yashamaydigan oila a'zosi sabab muammo bo'lsa, buni tasdiqlang. Masalan, o'g'lingiz boshqa shaharda ishlasa, ish joyidan ma'lumotnoma, ijara shartnomasi. O'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtincha ro'yxatga olinganligi haqidagi hujjat yordam beradi. Shunchaki u bu yerda yashamaydi deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjat bo'lsa, masala ancha osonlashadi. 8-qadam. Sog'liq bo'yicha xarajatlarni isbotlang. Ko'p pensionerlar dorini naqdga olib, chekni tashlab yuboradi. Endi bunday qilmang. Cheklarni kamida bir necha oy saqlang. Agar doimiy kasallik bo'lsa, poliklinikadan ma'lumotnoma oling. Shifokor yozgan dorilar ro'yxati, tahlil xarajatlari, davolanishga yo'llanma. Bular sizning real ehtiyojingizni ko'rsatadi. 9-qadam. Agar farzandlar yordam bermasa, buni ham ochiq ayting. Ba'zi tekshiruvchilar farzandlaringiz borku deyishi mumkin. Farzand borligi avtomatik ravishda pensionerning ehtiyoji yo'q degani emas. Farzandning o'zi ishsiz bo'lishi, ko'p bolali bo'lishi, boshqa shaharda qiynalib yashashi, qarzlari bo'lishi mumkin. Lekin buni asoslab tushuntirish kerak. O'g'lim bor, lekin o'zi ham 3 farzand bilan ijarada yashaydi. Doimiy yordam bera olmaydi degan real holatni yashirmang. 10-qadam. Yordamni faqat pul deb kutmang. Agar sizga oziq-ovqat, ko'mir, dori, reabilitatsiya vositasi, nogironlik aravachasi, eshitish moslamasi, uyda parvarish xizmati yoki boshqa ko'mak kerak bo'lsa, alohida so'rang. Ko'p odam so'ramagani uchun ola olmaydi. Tekshiruv paytida menga shunday yordam kerak deb aytish mumkin. Mas'ullar buni qayd etishga, men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l, hurmat bilan. Lekin o'z huquqingizni bilgan holda gaplashish. Eshik taqillasa, avval kimligini so'rang. Xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rash uyat emas. Ular qaysi tashkilotdan, nima maqsadda kelganini tushuntirish kerak. Agar siz uyda yolg'iz bo'lsangiz va o'zingizni noqulay his qilsangiz, qo'shni, farzand yoki mahalla faolini chaqirib, suhbatda birga bo'lishni so'rashingiz mumkin. Uyga kirish masalasida ham ehtiyot bo'ling. Rasmiy o'rganish bo'lsa, odatda ular o'zini tanishtiradi, savollar beradi, dalolatnoma tuzadi. Lekin noma'lum odamlar kelib, pensiyani tekshiramiz, kartangizni bering, SMS kodini ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon bank kartangiz PIN kodini, SMS kodini, mobil ilova parolini bermang. Rasmiy xodim hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensionerlarni aldash holatlari ham bor. Shuning uchun hushyor bo'ling. Agar ular suratga olishsa, nima maqsadda olayotganini so'rang. Ayrim o'rganishlarda uy-joy sharoitini tasdiqlash uchun rasm olinishi mumkin, lekin bu ham izoh bilan bo'lishi kerak. Siz bu surat qayerga ishlatiladi deb so'rashga haqlisiz. Ayniqsa shaxsiy hujjatlarni telefonga suratga olishda ehtiyot bo'ling. Imkon bo'lsa nusxa taqdim eting yoki rasmiy tartibni so'rang. Agar sizga bosim qilishsa, masalan, imzo qo'ymasangiz yordamingizni hozir kesamiz deyishsa. Bunday gapdan qo'rqmang. Qaror tartib asosida chiqarilishi kerak. Siz tushunmagan hujjatga imzo qo'ymaslikka haqlisiz. Men o'qib chiqay, farzandim bilan maslahatlashay, keyin imzo qo'yaman deyishingiz mumkin. Lekin bu jarayonda janjal qilmang, haqorat qilmang. Chunki masala tinch va hujjat asosida hal bo'ladi. Asosiy qoida juda oddiy. Real ahvolingizni yashirmang va hujjat bilan tasdiqlang. Davlat yordami ehtiyojga qarab beriladi. Agar siz haqiqatan ham muhtoj bo'lsangiz, buni ko'rsatadigan dalillar bo'lishi kerak. Agar oilada daromad bo'lsa, uni yashirmang, lekin xarajatlaringizni ham ko'rsating. Agar farzandlaringiz bor, lekin yordam bermasa tushuntiring. Agar uyda texnika bor, lekin eski yoki sovg'a bo'lsa, ayting.
Agar kartaga pul tushgan bo'lsa, manbasini izohlang. Eng yomon yo'l hech kim yashamaydi deb turib. Tekshiruv paytida uyda kelin va nabiralar chiqib qolishi yoki daromad yo'q deb turib, kartaga har oy katta pul tushishi yoki mulk yo'q deb turib, nomingizda ikkinchi uy aniqlanishi. Bunday holatlar ishonchni yo'qotadi va yordamni qayta ko'rib chiqishga sabab bo'ladi. Yana shuni aytaman, agar sizning holatingiz o'zgarsa, masalan, o'g'lingiz ishga kirsa, chet eldan muntazam pul yubora boshlasa, uy ijaraga berilsa, oilaga yangi daromad kirsa, buni vaqtida ma'lum qilgan yaxshi. Chunki keyin aniqlansa, nega yashirdingiz degan savol bo'ladi. Aksincha, agar ahvolingiz yomonlashsa, kasallik kuchaysa, daromad kamaysa, yolg'iz qolib ketsangiz, yordamni qayta ko'rib chiqishni so'rab murojaat qiling. Azizlar, xonadonma-xonadon tekshiruvdan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pensiya bilan ijtimoiy yordamni farqlang. Hujjatlaringizni tayyorlang. Daromad va xarajatlaringizni aniq biling. Tekshiruvchilar bilan xotirjam gaplashing. Noto'g'ri ma'lumot yozilgan hujjatga imzo qo'ymang. Bank kartangiz kodi va SMS parollarni hech kimga bermang. Agar yordam to'xtatilsa, sababini yozma oling va qayta ko'rib chiqishni talab qiling. Men sizlarga shuni tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing. Dori cheklarini saqlang. Oilangizdagi haqiqiy holatni yozib qo'ying. Shunda tekshiruv kelganda shoshilmaysiz, adashmaysiz va o'z huquqingizni himoya qila olasiz. Sizning hududingizda ham pensionerlar va yordam oluvchi oilalarni xonadonma-xonadon tekshirishyaptimi? Kelishganda nimalarni so'rashdi? Qanday muammo bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim xabarlarni vaqtida bilish ko'p oilalarning yordamdan asossiz ayrilib qolmasligiga yordam beradi.